Sharq Turkistonning poytaxti Urumchidagi tibbiy universitetda bolalar taraqqiyoti kasbida magistrlik o'qiyotgan 27 yoshli Aygul Ablatning yig'ilish lageriga qamalganligi o'ttirg'a chiqdi. Uning Turkiyadagi aksi Tursunjon Ablat Yevropa xabarlari to'rining ziyoratini qabul qilib, singlisining yig'ilish lageriga olib ketilgandan bir necha oy burun xabar topganligini va bir oy burun dalillaganligini bildirdi. O ota-onasi bilan aloqasi uzilib qolganligi haqida to'xtalib, singlim Aygul bilan 2018-yil 2-oygacha undidordan ko'rishib turadi. O menga ota-onamning og'ir besimga uchirganligini, aloqa qilmaslik kerakligini aytdi. Bir mezgildan keyin meni qora tizimli qilib qo'ydi. Shuning bilan aloqamiz uzildi dedi. Sharq Turkistondagi yig'ilish lagerlarida nurg'unlagan olim, san'atkor va o'quvchilarning tutib turilayotganligi ma'lum. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan og'ir kishilik huquq tajovuzchiligini tanqid qildi. Mike Pompeo Twitter hesabida Xitoy Kommunist partiyasi o'z fuqarolarining madaniyat e'tiqodini yo'qotishga urinyotdi dedi. Pompeo Twitterda e'lon qilgan bayonotida diniy erkinlikni qo'g'dash va hurmat qilish kerakligini ta'kidlab mundaq dedi. Xitoy Kommunist partiyasi tarafidan Tibetdan Shinjonggacha yo'l qo'yilgan bostirish siyosatlarining terrorizm bilan aloqasi yo'q. Xitoy Kompartiyasi o'z xalqining madaniyat va e'tiqodini yo'qotishga urinyapti. Xitoyning yaqinqi yillarda Sharq Turkistonda kasbiy tarbiyalash markazlari nomida yo'lga qo'ygan yig'ilish lagerlari bilan Uyg'ur va boshqa yerlik millatlarning kimlik va madaniyatiga qarshi tajovuzchiliklari xalqaro jamiyatning tanqidiga uchirmoqda. Xitoy ishg'oli ostidagi Sharq Turkistonda necha million Uyg'ur va boshqa yerlik millatlar yig'ilish lagerida tutib turilayotgan bir vaqtda Xitoy markaziy televiziya kanali Xitoydagi yig'ilish tarbiyalash tuzumining amaldan qolganligini uqtirdi. Ko'zatchilar aslida bu yerda deyilayotgan yig'ilish tarbiyalashning Sharq Turkistondagi yig'ilish lagerlari bilan aloqasi yo'qligini, buning Xitoyda 1991-yildan buyon yo'lga qo'yilgan va asosligi ipitini setish qatorliq ishlar bilan shug'ullanuvchilarni 6 oydan 2 yilgacha yig'ib tarbiyalash tuzumini ko'rsatadiganligini bildirdi. Xitoy 2013-yili emgak bilan o'zgartish tuzumini bekor qilganligini e'lon qilgan edi. Lekin Sharq Turkistonda yig'ilish lagerlari va majburiy emgak davomlashmoqda. Rossiya prezidenti Putin Amerikaning Rossiyada terrorlik hujum berishga tayyorlik qilayotgan 2 kishining qo'lga elinishiga yordam bergan istixborot uchuri uchun prezident Trampga rahmat etdi. Kremlin sari e'lon qilgan bayonotda Putin bilan Trampning telefonda ko'rishganligi bildirildi. Bayonotda Putin Rossiyada terrorlik hujumining oldini olishga yordam qilgan istixborot yo'li bilan yetkazilgan uchuri uchun prezident Trampga rahmat etdi deyildi. Yeganlishcha bu uchur orqali Sankt-Peterburgda yuz beradigan bir hujumning oldi e'lingan. Ukraina prezidenti mahkamasi e'lon qilgan bayonotda Ukraina qismlari bilan Rossiya tarafdorlari bo'lgunchi kuchlar orasida Ukrainaning sharqiy qismida mahbus almashtirish olib berilganligi bildirildi. Buning bilan 5 yildan buyongi to'qinishlarda asir tushib qolganlar uylariga qaytgan. Bayonotda 76 nafar hukumat qo'llovchisining uyiga qaytganligi aytilgan. Bu haqdagi kelishim Rossiya prezidenti Putin bilan Ukraina prezidenti Zelenskiy orasida bu oyda Parijda imzolangan.